Hozirgi bo'ladigan operatsiyamiz diagnozi polipoz pansinusit. Bularda reoperatsiya bir necha yil oldin qayerdadir operatsiya qildirganlar. Traditsion usulda qilingan. Hozir bo'ladi endoskopichskiy polisinusotomiya qilamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bularda o'sha bir necha yil oldin operatsiya qilinganda burun to'siqlarida ozgina defekt ham bor, teshiklar bor. Burun bo'shliqlarida polipoz o'zgarish. Hozir shuni hammasini tozalaymiz inshaalloh. Hamma bo'shliqlarni polipdan tozaladik. Nechta bo'shliq bo'lsa hammasini ochdik, poliplardan tozaladik. Alhamdulillah operatsiyalar yaxshi o'tdi. Xudo xolasa bemorimiz hid sezishlari pasayib ketgan edi, polip hisobiga burundan nafas yopilib ketgan edi, doimiy og'riq bezovta qilardi. Xudo xolasa o'sha holatlardan bemorimiz qutuldilar. 10-15 kundan keyin natijani ko'ramiz.